Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizlarga O'zbekiston sahnasining iste'dodli aktrisasi, go'zal va samimiy inson Feruza Normatova haqida so'zlab beraman. Feruza Odilova Normatova 1989-yil 27-sentyabrda Sirdaryo viloyatining Baxt shahrida tug'ilgan. U bolaligidan sahnaga, san'atga qiziqqan va o'z orzusini ro'yobga chiqarish uchun tinimsiz mehnat qilgan. Uning aktyorlik faoliyati 2012-yilda Shu yetmay turuvdi filmi bilan boshlangan. Shundan so'ng u ko'plab filmlar va seriallarda o'zining iste'dodi bilan tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Feruza Normatova ishtirok etgan mashhur filmlar va seriallar To'ydan qochganlar, Qizalog'im, Tilimdamas dilimda, Qadamlar, 9-raqamli bemor, Fitna, O'gay ona, Paxmoq kelin va Ojiza. Eng e'tiborli loyihalardan biri Mendirman Jaloliddin serialidir. Har bir rolida u turli xil xarakterlarni jonlantirib, o'ziga xos tabiiy ijrosi bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan. Feruza Normatova nafaqat aktrisa, balki mashhur Instagram bloger hamdir. U ijtimoiy tarmoqlarda san'at, hayot, moda va shaxsiy motivatsiya haqida qiziqarli postlar joylab, o'z muxlislariga ilhom bag'ishlab keladi. Bugungi kunda u sahifasida millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lib, turli loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Feruza Normatova nafaqat iste'dodli aktrisa, balki mehnatsevar, soddadil va samimiy inson sifatida ham ko'plarning hurmatini qozongan. Agar sizga Feruza Normatovaning ijodi yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.